El-yurt umidiga doir eng qizg'in trendoviy mavzularni hozir analiz qilamiz. Men o'ylayman bu prezident maktabi bo'ladimi, oddiy maktab bo'ladimi, talaba bo'ladimi, bu hech qanaqa rol o'ynamaydi deb o'ylayman. Bitta prezident maktabini bitirgan yutib ketadi, bittasi yuta olmay qoladi. Albatta umid qilsa bo'ladi. Apellyatsiyaga topshirishga maslahat berardim. Asosan shu 50 yoki undan yuqori bo'lgan kandidatlarga. Bakalavrlarda ko'p guvoh bo'laman. Men endi maktab bitirib chiqyapman, 10 sinfman, loyiha qila olmayman. Ko'p kishi o'ylaydi loyiha deganda katta kompaniya ochishim kerak deb o'ylaydi. Nima deydi? El-yurtga tayyorlanishga ham deydi, kurs kerakmi? Kurs borligiga ham hayron qolganman. Prep kursi olding. Nima endi secret ingredient nima? Lekin bilasizmi, 2020-yildan beri kurs masalasi bo'lib kelgan. Red listga tushgan universitetlar. Ya'ni masalan bo'lishi mumkin Arizona. 298-o'rinda turadigan universitetdan yutgan nomzod bor deganlar. El-yurt umidi faqat arzon narxli kontraktlarga jo'natadi universitetlarga, qimmat bo'lsa jo'natmaydi. El-yurt endi buni kritika qiladimi? Albatta kritika qiladi. Nega qilmasligi kerak? Bizda mashhur bo'lgan. Hozir Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida tahsil olaman. O'qib bitirib keldik, qayerda ishlaymiz, nima ish qilamiz? Ko'pchilik o'ylaydi, men 5 yil tekinga ishlab beraman. Yo'q. Onlayn qatnashgan ishtirokchilarning offlaynga qaragandagi imkoniyatlari juda ham kam bo'ladi deb aytishadi. Onlayn topshirib, juda yuqori ball bilan yutishdi. 72 olgan bularga o'xshab bitta o'quvchimiz. Yana bitta o'quvchimiz biznes bo'yicha topshirib 68 ball olgan. Va onlayndan offlayndan xolos bir xil chiqaveradi. Xo'sh, hurmatli kuzatuvchilar, hozir g'oliblarimiz bilan, ya'ni El-yurt umidi stipendiyasi g'oliblari bilan El-yurt umidiga doir eng qizg'in trendoviy mavzularni hozir analiz qilamiz. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda, gruppalarda shu savollar aylanadi, ko'p bilasizlarmi? Bir xil savollar va shular ichilariga g'ulg'ula soladi. Xuddi shunaqa savollarga hozir g'oliblarning o'zidan va mendan hozir hammadan bir xil bo'lib javob eshitamiz hozir. Xo'p, birinchi savolim Amirbek sizga. Prezident maktabi o'quvchilariga El-yurt umidi yon bosadi deydi bir xillar. Va ayrimlar aytadiki, yo'q, prezident maktablariga naborot deydi. Yomon qarashadi, hate qilishadi deydi. Shunga nima deysiz? To'g'rimi o'zi bu gap? Eng qizig'i menda ikki tomonlama o'rtog'im bo'lgan, ya'ni prezident maktabida o'qiydigan va prezident maktabini bitirib hozir New Uzbekistonda o'qiydigan o'rtog'im bo'lgan. Masalan, ikkalasi ham deyarli bir xil holat bo'lgan. O'sha beriladigan hamma nomzodlarga beriladigan savollar berilgan. Va o'sha ba'zi bir savollar bo'ladi, ya'ni o'sha prezident maktabida o'qib kelyapsan, keling 3 yildan beri o'qib kelyapsan, har yili adashmasam o'rtacha $10,000 yo undan ko'proq summa senga to'lanadi. Va o'sha undan keyin Yangi O'zbekistonda ham o'qiganing uchun sen 100% grantda o'qiysan. El-yurt umidiga topshirishing bu qanaqadir shuncha pulga isrofgarchilik emasmi? Shunaqa savollar beradi. Men o'ylayman, agar shunaqa savollarga to'g'ri javob berib, ya'ni maqsadni aniq qilib, nega aynan O'zbekistonda qolib bu maqsadlarga qanaqa desam, erisha olmasligi yoki nega aynan chet elga ketishiga to'g'ri sabablar bera olib va o'sha yuqorida aytib o'tganimdek dunyoqarash yoki ba'zi bir boshqa savollarga to'g'ri javob bera olsa, men o'ylayman bu prezident maktabi bo'ladimi, oddiy maktab bo'ladimi yoki hozirda Yangi O'zbekistonda o'qiyotgan talaba bo'ladimi, bu hech qanaqa rol o'ynamaydi deb o'ylayman. Men shu joyda bitta qo'shimcha qilib o'tib ketaman. Bilasizmi bu nima? Men sizga bitta sir ochaman hozir. Hay'at a'zolari nima deb o'ylaydi bunaqa joyda? Bitta prezident maktabini bitirgan yutib ketadi, bittasi yuta olmay qoladi va yutgani o'ylaydiki, prezident maktabiga ko'proq yon bosadi, yutqizgani deydi, yo prezident maktabini naborot hate qilishadi deydi. Bilasizmi bu nima? Hay'at a'zolari shunaqangi odamlarga u yerda inson resursi ishlaydi. Inson resursi ishlagandan keyin yutqizadigan nomzodni qaysidir sabab bilan yutqiztirish kerak. Men sizga ochiqcha aytaman. Yutadigan nomzod nimadir deb yuttirish kerak. Shu uchun aytadi-ku, nimadir sabab qilish kerak, u sababsiz yutqizmaydi-ku bu. Va shuning uchun aynan bu sababni ushlab olishadi o'quvchilar. Men shu uchun yutqizganman deydi. Aybini o'zidan ko'rmaydi-da, holatdan ko'radi. Siz aybni o'zingizdan ko'ring. Mana hozir Amirbek aytgandek, agar siz kuchli kandidat bo'lsangiz, u prezident maktabimi, davlat maktabimi, qishloq maktabimi, shahar maktabimi, xususiy emas, deyarli umuman farqi yo'q. Masalan, men shu joyda yana bir qo'shimcha qilaman. University of Sydneyni ko'pchilik qimmat universitet deb aytishadi va shu keysda men bilaman prezident maktabida o'qigan, Buxoro prezident maktabida o'qib, birinchi yilni o'sha Yangi O'zbekistonda 100% grant bilan o'qib, birinchi kursdan keyin University of Sydneyga o'qishni davom ettirgan shaxsan studentni bilaman. Ya'ni u ham prezident maktabida o'qigan, Yangi O'zbekistonda grant bilan o'qidi, lekin o'zi most kandidat, most nomzod bo'lganligi uchun eng qimmat, eng top universitetda ham hozir o'sha kompyuter science yo'nalishi bo'yicha tahsil olib kelmoqda. Ya'ni bu qanaqadir ma'noda endi ba'zi bir nomzodlarni ko'rib, yuta olmaganini ko'rib, boshqalar fikrlaydiki, demak, prezident maktabida o'qiydigan bolalar qiynaladi yoki qiynashadi yoki aksincha. Demak, ular prezident maktabida o'qigan, ularda ko'proq potensial ko'rish mumkin, shuning uchun yutadi.
degan fikrlar menimcha noto'g'ri. Asosan shu nomzodning o'ziga bog'liq. To'g'ri, hech kim ideal emas. Prezident maktabida o'qiganlarning ham orasida ideal emaslari bor, ideallari ham bor. Shuning uchun u narsaga katta e'tibor unaqa qaratmaymiz. Endi keyingi trend savolimiz bu Dilafruzga. Dilafruz, tasavvur qiling, appelyatsiya. Suhbat jarayonida past ball oldi 61 dan va appelyatsiya bermoqchisiz. Ko'pchilik aytdi, mana bu yil ijtimoiy tarmoqlarda ko'rdik, foydasi yo'q, bir tiyin undan umuman foyda bo'lmaydi deyishdi. Ayrimlar bo'lsa yo'q, foyda bo'ladi deyishdi. Bu o'zi qanchalik to'g'ri? Mana sizda foyda bo'libdi. 8 ball qo'shilibdi-ya. Bu qiyin vaziyat. O'zi aslida qo'shilibdi. Shu haqda nima deysiz o'zi? Bu to'g'rimi, noto'g'rimi? Umid qilsa bo'larmikan? Albatta umid qilsa bo'ladi. Appelyatsiyaga topshirishga maslahat berardim. Asosan shu 50 yoki undan yuqori bo'lgan kandidatlarga, chunki appelyatsiyadan 10 balldan yuqori yoki 15 ball qo'yish ham nereal. Ya'ni 50 balldan baland olgan bo'lsa, sizda imkoniyat bor degani. Va appelyatsiya bu boshqadan suhbat degani emas. Bu shunchaki siz ularga shu elektron platformasiga yuborasiz, asoslanib shu appelyatsiyani sababini yuborasiz va shunga qarab ular qabul qilishadi. Va appelyatsiyada suhbat qilib o'tirishmaydi, faqat shu to'g'rima-to'g'ri appelyatsiyani sababiga o'tib, asosini tushuntirib berishingiz kerak bo'ladi va menda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Ya'ni menga loyihamni yaxshi yoritib bera olmaganim uchun appelyatsiya topshirganman va menga loyihamni tushuntirib berish uchun 1 daqiqa berishgan. 1 daqiqa ichida endi tushuntirib berish qiyin, lekin uddalaganman, chunki bu endi oxirgi imkoniyat edi va 1 daqiqada tushuntirganimdan keyin menga shu universitet haqida birikta solib berishgan va appelyatsiya umuman olganda 3 minut ichida o'tdi desam ham bo'ladi. Juda ham tez. Lekin shunda ham ko'p narsa hal bo'ladi. Shunaqa. Umid bor. Juda ham zo'r. Xo'p, endi Amirbek, keyingi trend savol, mana loyiha haqida gapirib o'tirib, loyihaga oid savol beraylik. Bakalavrlarda ko'p guvoh bo'laman. Men endi maktab bitirib chiqyapman, 10 sinfman, loyiha qila olmayman, sohamni umuman bilmayman, men freshmanman, va hech nimani tushunmayman, qanaqa qilib men loyiha qilib kirishim kerak? Unda men aytaman, nima qilasiz ichkariga kirganda, unda nima deysiz? Yutishingiz uchun desam, borib o'qib kelaman deydi. O'qib keldi, ham o'qib kelmoqchi. Ham o'qib kelmoqchi. Endi sizga savol, bakalavrga maqsad aniqligi, sohasiga doir kichkina fundamental bilimlari ozgina bo'lsa hamda va loyiha maqsadlari bo'lishi to'g'rimi yoki sizdan yutsa bo'ladimi? Menimcha u siz juda qiyin, chunki suhbatning asosi shunga qurilgan desam ham bo'ladi. Ko'p kishi o'ylaydi, loyiha deganda, masalan, biznesni yo moliyani qo'yib O'zbekistonda men kelib katta kompaniya ochishim kerak deb o'ylaydi, yo dunyoni o'zgartiradigan bir brend yaratishim kerak deb o'ylaydi. Bu narsa nisbatan xato, chunki loyiha deganda bu qanaqadir kompaniya yo qanaqadir tashkilot ochish emas. Loyiha deganda bu, masalan, o'zingiz sohangizda o'qib kelib, shu soha bo'yicha qanaqa yordam bera olasiz? Qaysi tomonlama siz o'sha yurtimiz rivojiga hissa qo'sha olasiz? Masalan, men o'zimni misolimdan keltiradigan bo'lsam, men moliya sohasida shu moliyaviy texnologiyalarni o'qib kelib, men qanaqadir kompaniya ochaman demaganman, yo startap qilaman demaganman. Kapital bozorda shu moliyaviy texnologiyalar tomonlama yordam berib, yanada rivojlantirib, investorlarni jalb qilishni o'z oldimga maqsad qilganman. Bu qanaqadir katta wow deydigan loyiha emas. To'g'ri, ularga shu narsa ham qanaqadir ma'noda realistik ko'rinadi. To'g'ri, masalan, endi 18 yoshda bitirib, maktabni bitirib yoki 21 yoshda kelib, o'sha bakalavrni bitirib, qanaqadir kompaniya ochish bu to'g'ri, real emas. Lekin shu o'qib kelgan sohasi bo'yicha yordam berishi menimcha to'g'ri bo'ladi va bu juda muhim. O'sha o'zim tajribamda ham 30-40% suhbat shu atrofda aylandi. Nima qilmoqchisan, qayerda ishlamoqchisan, o'xshamay qolsa-chi, yo boshqa savollar. Shu uchun men o'ylayman, bu juda muhim, fundamental bilim bo'lishi ham muhim, chunki bu savollarga to'g'ri javob berish uchun maqsadga doir fundamental bilim bo'lishi kerak, aniq maqsad, aniq ishlaydigan joyi va boshqa savollar shuni atrofida asosan aylanadi. To'g'ri. Mana bunaqa narsa bor. Bakalavrga boya podkastlarimizda ham aytib o'tdim, konkurensiya juda baland-da. O'tga kirganingizda men просто o'qib bermoqchiman desangiz, orqangizga 100 ta konkurentingiz ham o'qib bermoqchi shunchaki. Endi siz ulardan nima ajratadi? Endi aytadi, men bilmayman, maktab bitirib chiqdim. Demak, shuni biladiganlar bor. Elur kamsolli odamlarni oladi. Shu kamsolli odamlar, demak, out of crowd deymiz biz, ya'ni olamondan ajralib qolib, o'zini ustida qo'shimcha ishlagan o'quvchilarda qismi olganda, endi bu degani impossible emas yutish. No, aytmoqchimanki, shunaqa faktorlar ham bor. Aynan yutib ketishi, shunga ham e'tibor qilishsa, juda ham yaxshi bo'lar edi. Xo'p, keyin savol, Dilafruz, IFga tayyorlov kurslari degan tushuncha o'zi qayerdan chiqib keldi? O'zi kerakmi bu degan tushunchalar kelib chiqadi? Nima deydi? Elurga tayyorlanishga ham deydi, kurs kerakmi yoki boshqami deydi? Shunga nima munosabat bildirasiz? O'zim ham boshida prof haqida eshitganda hayron qolganman, chunki El-yurt umidi fondiga suhbatiga tayyorlaydigan kurs borligiga ham hayron qolganman. Lekin shu mock darslarda, dars davomida shu ancha bilmagan narsam ko'pligini anglab o'tganman, chunki kurslar shu tajribadan kelib chiqib, shu oldingi suhbatlardan, tajribadan kelib chiqib, tushgan savollardan kelib chiqib, bizga shu maslahat berishadi va aynan shunda yo'naltirishda ular
juda ham katta hissa qo'shadi deb o'ylayman. Bu faqat marketing emas, balki yo'naltirib o'rgatish va bu juda ham katta yordam berishi mumkin. Shu yoqda o'zim qo'shimcha qilmoqchi. Masalan, ba'zida mana endi prep kursi olding, nima endi secret ingredient nima? Ma'no nima edi? Shu masallig'i nima o'zi? Secret masallig'i nima deydi? Yoki bu prep sani olib kirib qo'yadimi? Ya'ni stipendiyat qilib qo'yadimi degan savollar beradi. Ya'ni men aytgan bo'lardim, bu yerda hech qanaqa o'sha nima deydi, secret ingredient yo qanaqadir masalliq yo qanaqadir trik yo'q. Bu yerda asosiy foyda beradigan narsa bu muhit. Ya'ni o'sha boshqa nomzodlar bilan fikr almashish va bundan tashqari masalan mocklar. Endi speakingga tayyorlanishda ham oddiy qilib olsak, speakingga mock bilan masalan speaking skilllar oshadi. Va shu el-yurtimiz suhbatiga ham mocklar asosida masalan bu yerda nima katta men foyda oldim? Masalan siz yoki boshqa mentorlar orqali ularda tajriba bor. Masalan, yuqorida aytib o'tganlaridek boshqa nomzodlar ham bu yo'ldan emas, bu yo'ldan ketsang yaxshi yo qaysi to'g'ri yo'lligini ko'rsatib, yanada yaxshi javob berishga yordam berganlar, men o'ylayman, bu katta yordam bo'ldi. Mana shu joyda ham ozgina qo'shimcha qilaman. O'ylaydi ko'pchilik el-yurt umidi kurslari yaqindan paydo bo'lib qoldi deb o'ylaydi. Lekin bilasizmi, 2020-yildan beri kurs masalasi bo'lib kelgan. Faqatgina offlayn tarzda bo'lib kelgan. Ya'ni biz emas, prep bo'lmagan u vaqtlarda, lekin shunaqa individual o'qituvchilar bo'lardi, o'zlari jamoaviy tayyorlardi. U paytda ijtimoiy tarmoqlarga reklama qo'yilma. Hozir prep nimaga ko'zga tushib qoldi? Natija ko'rinib qoldi. Marketing, reklama, wow degancha odamlar ko'rdi. El-yurt degan kurs bormi ekan? Bu narsa o'zi yangilik bo'lmagan, bu eskitdan bo'lgan. Va eskitdan qo'shar tayyorlanib kelgan bu narsa. Chunki o'zimiz ham shu ko'p keyslarni boshdan o'tkazganmiz. Chunki o'sha paytlarda to'g'risini aytaman, pul bo'lmasdi, boshqa bo'lmasdi, el-yurt umidi kursi desa, voy aytardim, faqat ma'lumotlar kursning ichida. Kursdan tashqarida ma'lumot yo'q. Prep shuni nima qildi? Prep ochdi. Ya'ni ochib berishga harakat qildi, oddiy ma'lumotlar tashqarida tarqalsin. Bolalar qiynalmasin. Mayli, kurs bo'lmasin, lekin ma'lumot olsin degan maqsadda prep kanali ochilib, shu kungacha ma'lumot berib kelyotdi. Lekin kurs masalasi bu kecha paydo bo'lib tug'ilib qolgan masala emas. Bu prep eskitdan prep kabi misol tashkilotlar avval ham misol bo'lgan, ammo yopiqroq faoliyat olib borgan. Endi eng oxirgi, eng qiziq savolimdan biri bu Amirbek, hamma tomonidan beriladigan bu red listga tushgan universitetlar. Ya'ni masalan bo'lishi mumkin Arizona, ikkita Arizona yoki bir kabi shunga o'xshash universitetlar yoki mana yaqinlashib boryapti, Birmingham, odamlar ko'payib ketganligi sababli deyishyapti. Endi red listga tushadi, nimaga? Bu o'zi haqiqatan ham tushadimikin? Endi shu 2-3 yildagi tajribadan kelib chiqib aytsam, asosan kirish osonligi uchun red listga tushib qolish mumkin. Ya'ni IELTS 6 bor yoki ba'zida SAT bor. Nisbatan boshqa universitetlarga qaraganda Arizonaga yoki Arizona State, masalan ba'zi hozir UK universitetlariga ham Kaplan orqali topshirib, oson acceptance letter olyapti va el-yurtga bemalol topshiradi. Shu uchun o'sha hay'at a'zolari ham bunga sinchkovlik bilan qarab, endi ba'zi holatlarda nima deydi, bu kirish osonligini ham kritika qilish holatlari ham kuzatildi suhbatda. Chunki o'zi men bu el-yurt umidiga topshirishdan oldin ham universitet ham qanaqadir ma'noda ahamiyatga ega. Chunki siz qanchalik kuchli kandidat bo'lsangiz, kuchli nomzod bo'lsangiz, iloji boricha to'proq universitetdan, yaxshiroq kirish qiyin bo'lgan universitetdan acceptance letter olasiz. Chunki masalan ikkita nomzod bo'ladigan bo'lsa, ikkalasi ham, keling bittasi Bristol, bittasi Birmingham, lekin ikkalasi ham Kaplandan olgan. Masalan IELTS bo'lsa, ko'p holatlarda acceptance olish oson emas. Shu tomonlama sal kritikaga uchrashi mumkin. Bu holatdan chiqib ketganlar ham bor. Masalan, ko'plab nomzodlarni ko'rdik. Endi Kaplan bilan olsa ham, ba'zi holatlarda Arizonada ham yutgan. Qanchalik kuchli kandidat bo'lsa, o'sha Davron akaning o'zlari ham aytganlar. 298-o'rinda turadigan universitetdan yutgan nomzod bor deganlar. Ya'ni shunchalik siz mos bo'ling deganlar. Shunchalik nimaga shu stipendiyat bo'lishga sizni tanlashingiz kerakligini isbotlab bersangiz, biza top 300talikka bo'ldimi, unchalik muammo bo'lmaydi. Kelajakdagi nima deydi, o'sha nomzodlarga tavsiya qilardim. Bu universitetlardan iloji boricha sal qochishni, chunki o'sha birinchidan kirish nisbatan osonroq bo'lishi mumkin va o'zbekistonlik studentlar ham u yoqda sal ko'payib qoldi. Endi shu tomonlama qanaqadir ma'noda red listga tushishi mumkin. Shu uchun o'sha tayyorlovni oldindan boshlab yaxshiroq to'proq universitet qabul xati va iloji bo'lsa grant nisbatan qisman grant olib bo'lsa ham el-yurtga topshirsa, Buyuk Britaniya ko'p grant bermaydi. Shunaqasi bor. Boshqa davlat, masalan Avstriyada 20% berishi mumkin yo Amerikani to'proq universitetda grant bilan kirsa, boshqa kandidatlardan, boshqa nomzodlardan ajralib turishga sal imkon bo'ladi, salgina. To'g'ri. Endi mana hozir ko'pchilikda men e'tirozlarni ko'raman. Hop, Arizonada o'zbek ko'payib ketgan bo'lsa nima bo'libdi? Nima bo'libdi emas, bu asosiy sabab. Chunki siz u yerga muhit ko'rganingiz
o'rganib ketyapmiz. O'zbek muhitini emas, o'zbek community tasavvur qiling, men bolalar bilan gaplashaman, 20 ta 30 ta o'zbek bo'lib bir xil community u yerga yurishadi, bu yoqqa yurishadi. Maqsad u emas edi-ku. Maqsad nima edi? Maqsad chet ellik networkinglarni oshiring, chet el bilan o'rganing edi maqsad. Ammo bir xil joylarga boraverish emas. To'g'ri aytasiz, kirish oson bo'lib ketgani uchun ham bola ko'payib ketib qoldi. Diversity degan tushuncha bor, ya'ni xilma-xillik. Xilma-xillik kerak, hamma bir xil joyga boraversa, undan nima qiziq qoladi? O'zi aytadi, o'yinda qiziq qolmadi deydi-yu. Xuddi o'shanga o'xshagan bir tushuncha shakllanib qolishi mumkin. Endi qolgan savollarni boshqa nomzodlarimiz bilan hozir gaplashib o'tamiz. Xo'p, suhbat shu yerdan davom ettiramiz, ya'ni keyingi savollarni ko'rib ketishni boshlaymiz. Abdurahmon, sizga savolim, El-yurt umidi faqat arzon narxli kontraktlarga jo'natadi universitetlarga, qimmat bo'lsa jo'natmaydi yoki limit belgilab qo'yilganda El-yurt umidi orqali paloncha summa to'lab beramiz. Undan ortig'i bo'lsa El-yurt uji suhbatida xeyt bo'lasiz deyshadi. Shularga siz nima deb o'ylaysiz, fikringiz? To'g'ri, juda ham o'rinli savol. Haqiqatan ham shu holatida bitta narsani haqiqatdan aniqlashtirib olishimiz kerak. Xohlaymizmi, xohlamaymizmi, har qanday tanlov bo'lishidan qat'iy nazar o'zini limiti bo'ladi. Limit albatta bo'ladi. Chunki bizni resurslarimiz cheklangan, ya'ni kapital unga ajratilgan pul cheklangan. Davlat faqatgina El-yurt umid jamg'armasiga jo'natish bilan shug'ullanmaydi. Boshqa o'zimizda muammolar bor, boshqa narsalar bor. Ayni o'sha sababli mo'yilmaga limit qo'yilgan. Bolalarga misol uchun limit qo'yilgan, misol uchun 300 ta o'rin ajratiladigan bo'lsa, misol uchun $1 million ajratilgan bo'lsa, shunda limiti berilgan, misol uchun har bittasiga. Xo'p, El-yurt endi buni kritika qiladimi? Albatta kritika qiladi. Nega qilmasligi kerak? Sizga pul ajratyaptimi? Shunga yarasha siz iloji boricha ularni limitiga doir bo'lgan institutga kirishingiz kerak. Xo'p, endi arzon institutlarga keladigan bo'lsak, faqat arzonmi? Yo'q. Men eshitishim bo'yicha, ya'ni shu narsa faktichki ketadigan bo'lsak, agarda sizni limitdan oshib ketadigan bo'lsa kontraktingiz, El-yurtda shunaqa imkoniyat beradiki, agar o'zini to'la olaman desangiz, hatto ko'zingiz to'lab ham o'sha institutga ketsangiz bo'ladi. Ya'ni tushunishim bo'yicha limitgachasini yeb to'laydi. Limitdan ortig'ini ular to'laydi. O'zingiz to'laysiz. Nomzod to'laydi. 3000 ta o'rmay qolib ketsa misolda. Bo'lganda yaxshi. Demak, u ham mif. Misol qimmatlarga jo'natan arzonlarga yana o'sha eski gapga qaytamiz ekanda, unda nomzodga bog'liqda. Nomzod yaxshi dastoyin bo'lsa, demak, eplab ko'rsa bo'lar ekan unda. Misol uchun hozir Adibani misol qilib aytsak bo'ladi. Bularniki ham limitdan oshib ketib qolgan. Lekin adashmasam, savol o'zlarini o'sha suhbat jarayonlarida hech qanday bulardan savol so'ralmagan. Nega aynan o'tib ketib qoldi limitdan degan ma'nodagi savol so'ralmagan. Demak, bular o'zlarini isbotlagan shu limitga arziydi. Albatta, o'sha bu El-yurt umid jamg'armasi limitdan oshgan bo'lsa ham shu qizga pul ajratishga arziydigan qanday bo'lganligi sababli bularga albatta yutish imkoniyati yaratib berildi. Okey. Xo'p, agar nomzod O'zbekistonda o'qib turgan bo'lsa, masalan, birinchi kursda Westminster bo'lishi mumkin, u narxoz bo'lishi mumkin, u yuridiskiy yoki Webster, farqi yo'q. Qayerda o'qib turgan bo'lsa ham El-yurt umidiga topshirish shanslari tushib ketadi degan bir qo'rquv yurar ekan. Bu savolga kim javob bera oladi, sizmi? Xo'p, men o'zim fikrimni bildiray. Xo'p, shu narsani aytishim kerak. Birinchi navbatda o'zim misol keltirmoqchiman. O'zim hozir kunda narxoz, ya'ni o'zimizda mashhur bo'lgan narxoz Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida tahsil olaman. Tahsil olib turib yutdingiz. Tahsil oldim. Demak, xato gap. Albatta bu xato. Aynan shansingizni pastga tushiradi degan qismi albatta xato. Misol uchun, yana boya gap Adibani misol oladigan bo'lsak, bular Westminsterda o'qiydilar. Ya undan tashqari hozirgi kunda yutganlarni yana misol qilib ayta olamiz. Misol uchun Amirbek, ular ham misol uchun Westminsterda o'qir edilar. Ularga ham hatto birinchi kursni tugatgan edilar ular. Imkoniyat yaratib berildi ularga. Endi aytmoqchi, endi ikkinchi qism bor bu yerda. Sizdan savollar so'raladimi? Albatta so'raladi. Nega so'ralmasin? Sizga shuncha pul ajratyapti ular. 200 ming, o'rtacha 200 ming, 250 ming dollar ajratyapti. Xo'p, xuddi shuni O'zbekistonda o'qiyotgan bo'lsangiz, O'zbekistonda ham shu tahsil olsang bo'ladi-yu, deb so'rashi mumkin. Bu normal savoldir. Normal savol. Juda ham ko'p shu tanlovda o'zim ko'rgan savollarda endi yutda bu ko'ramiz, jonli efirda kurs berildi. Ko'rgan paytimizda juda ham ko'p kandidatlardan so'raldi bu narsa. Va aytmoqchi bo'lganim, siz aniq javob berishingiz kerak. Maqsadingizni aniqligini ko'rsatib berishingiz kerak. O'zi nega boryapsiz shu institutda? Shu maqsadlarim shu maqsadim. Misol uchun, u yerda misol uchun men o'zim aytganmanki shu narsaga, Birmingham, Angliya joylashgan. Bilamiz, yaqinda xudo xolisa yaqin atrofda 2026-yilda O'zbekiston jahon savdo tashkilotiga qo'shilishi arafasida turibdi. Bu narsani aytganman. Men Angliyaga bormoqchiman. Angliyada endi o'sha u yerdagi holatni, ular eng qizig'i Angliya, bu ya'ni United Kingdom, o'sha jahon savdo tashkilotini boshlab bergan mamlakatlardan biri bo'lgan. Ya'ni 30 yildan beri o'sha sohaning ichida. Biz endi birinchi qadam qo'yayotgan narsada ular 30-qadamda yuribdi-da. Aynan o'sha sababli men aytdimki, 30-qadamgacha bo'lgan yo'lini o'rganib, ulardan o'sha ularning tajribalarini olib kelib O'zbekistonda qo'llamoqchiman deb o'zim aniq maqsadim ko'rsatib bera oldim. Aynan o'sha sababli bularda hech qanday muammo bo'lmadi deb o'ylayman. Tushunarli. Xo'p, Adiba, sizga savolim. Ko'pchilik aytadi, El-yurt umidiga
dan ketdik. Xo'p, o'qib bitirib keldik. Qayerda ishlaymiz? Nima ish qilamiz? Kim topib beradi bizga ishni? Xor bo'lib yuramizmi? Kim bizga "Ma kelib ishla" deydi yoki biz u aniq bo'lgan bo'ladimi ishlashimiz yoki o'zi mana bu yoqqa ishlaysan deb olib kirib qo'yadimi degan bu ko'p shunaqangi bir savollar beriladi-da. Past tabaqa ishda ishlaymizmi deydi. Siz shunga nima deysiz? To'g'ri, ko'pchilik aytadi shu kelganimizdan keyin juda ham yomon joyda ishlaymiz deb, lekin bu juda ham noto'g'ri tushuncha deb o'ylayman. Chunki kelishimizdan oldin biz to'rtovlama shartnomani qilamiz va o'zimiz ishlaydigan joyni kelishimizdan oldin ya'ni tanlab ketamiz. Qaysi joyda ishlab, qaysi sektorda ishlab, bularni hammasini o'zimizni tanlovimiz bo'ladi va yomon joyga borib ishlab berish bu juda ham noto'g'ri tushuncha deb o'ylayman menimcha. Yana bir qo'shimcha qilib o'taman shu joyga. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev oxirgi masalan chiqishlarida o'sha el yurtimiga doir chiqishlarida aytib o'tdilarki, ish bilan ta'minlash majburiy, ya'ni EUFchilarni va ular umumiy zaxira kadrlariga qo'shiladi va ularga kerak bo'lsa o'sha ishxonadan, ya'ni o'sha siz avval tanlab ketgan joyingizni tasavvur qiling. Mana palonchi joyda ishlayman dedingiz, ketdingiz o'qib, 4 yildan keyin qaytdingiz, joy yo'q masalan bu yerda. Holatda nima bo'ladi desa, hozirgi kerak bo'lsa ishlab turgan xodimini olib o'rniga el yurtimida o'quvchisini, ya'ni-da stipendiyatini qo'ysin degan darajada prezidentimiz shunaqa imkoniyat beryaptilarki, el yurtimida o'sha stipendiyalar hech qachon hech qayerda misol qolib ketmasin maqsad. Ya'ni kerak bo'lsa olib tashlab o'rniga qo'ysin el yurtchini, da. Bu degani o'z-o'zidan bo'ldi, siz ishsiz qolmaysiz degani, ishingiz aniq. Ko'pchilik o'ylaydi, men 5 yil tekinga ishlab beraman. Yo'q, qolib qaytarasiz. U pulni qanday? Oyligingiz bilan emas, mehnatingiz bilan qaytarasiz u pul. Bir xil oylik olmas ekanmiz, ustama yo'q ekan 5 yilgacha tekin ishlab berishimiz kerak ekan. Yo'q, ustama bilan umuman yirik summa oylik olasiz. Shu bilan birga siz o'ta mehnat bilan qaytarasiz, pulingiz bilan emas. Mehnat, ya'ni o'rganib keldingiz, inson resurslari orqali misol o'zingiz misol investitsiya qildingiz, bilimingizni o'tdan olib kelgan bo'ldi. Umuman olganda yechim shu. Xo'p, Saravaga to'xtang, shu yerda bitta savolim bor. Sizdan shuncha savol beryapsiz, savollarni olasiz. Endi bitta savolim bor, haqiqatan tushunmadim, bitta qilsam. Ya'ni 2025-yilda nizomda shunday narsa kiritib o'tilgan edi. Nimaiki, top 100 ta institutga kirganlar yoki top 300 ta institutga 100% grant bilan kirgan kandidatlarga nisbatan bizda imkoniyat yaratish kerak ediki, hech qanday tanlovlarsiz ular g'olib bo'lish kerak degan bir nizom kiritilgan edi. Lekin amalda biz hech qanday bu narsani ko'rmadik. Nima deb o'ylaysiz? Nega bunday narsa sodir bo'ldi bu yilda? Bilasizmi, juda ko'p bu ham mojaroli savol. Hamma gruppalarda aylanib yotibdi. Nizomni o'qiydi hamma, lekin ko'radiki, nimaga top 100 ga kirganlar imtihon bilan olinyapti. Top 100 300 ga kirganlar imtihon bilan olyapti baribir. Bilasizmi nimaga? Bitta narsani aytaman, el yurt umidi boshqa bir narsani maqsad qilgan deb o'ylayman. Bu haqda mani javobimligicha qoladi, chunki bu hech qayerda rasmiy kelmagan. Mani fikrimcha shunaqaki, mana hozir ko'pchilik top 100 talik, top 200, top 300 larga tuition fee, ya'ni kiradi. To'g'rimi? Tuition feesiz kelyapti, lekin o'zi u universitet shundoq ham tekin. Masalan, Germaniya, Bonn, Tübingen, top 100 talik, top 200 talik, top 300 talik o'zi kontrakti yo'q o'zi universitet. Shundoq ham borib, topshirsangiz sizga bes kontrakt borib o'qib kelasiz. Xuddi o'shanaqalarga olyapti-da, el yurt umidini tanlovsiz yuta olaman deb turib topshiryapti-da. Ularni xayolida nima ketyapti? Yebichari bor-ku baribir, housing, living bor, transportation bor. O'shanga pul olaman deyapti. Hech qanaqa tanlovsiz borib o'qib kelaman deb o'ylaydi, lekin bu xato. El yurt umidi bundan boshqa narsa ko'zadi. Ya'ni top 100, top 200, top 300 universitetlarga masalan zo'r universitetlar bor. Masalan, bunda 1500 ACT bor, 7.5 IELTS bor. Shu ko'nikmasi bilan, esseylari bilan, intervyular bilan ajralib turib, masalan, $50,000 grantni, $50,000 o'sha scholarship yutib, kontraktni tekin qilsa, ana o'sha holatdagina el yurt umidi uni masalan tanlovsiz olishi mumkin. Lekin shunda ham tekin universitetga kirib olib, el yurt umidiga topshirib, men tanlovsiz yutaman deyishi bu xatolik. Misol, el yurt umidi bu narsani masalan inobatga olmagan. Inobatga olganki, $50,000 masalan universitet bo'lsa, $50,000 yutsin-da keyin ketsin. Biza shunaqa talqin qilamiz, ochig'ini aytaman. Juda ko'pchilik so'raydi. Bunga hech kim Elif rasmiy xabar bergan bu masala bo'yicha nega unaqa bo'layotganini hech kim bermagan. Lekin bu oxiri bizni o'ylab oxiri shu xulosaga kelamiz, demak shunaqa. Chunki boshqacha xulosa qilib bo'lmaydi bu yerdan. Nimaga unda bo'lmayapti? Nizom degan narsa. Demak, biz shu uchun umuman olganda shunaqa xulosaga kelishimiz mumkin. Endi ham bir savol bor edi. Ko'pchilikda shunaqa bir fikr borki, onlayn qatnashgan ishtirokchilarning offlaynga qaragandagi imkoniyatlari juda ham kam bo'ladi deb aytishadi.
Bu qanchalik to'g'ri? Yo'q, qo'shilmayman. Oddiy misol bu tanlov 2025-yilning ikkinchi tanlovida, masalan, prepni o'zida yaqqol ikkita o'quvchi onlayn topshirib, juda yuqori ball bilan yutishdi. 72 olgan bularga o'xshab bitta o'quvchimiz IT bo'yicha topshirganlar, yana bitta o'quvchimiz biznes bo'yicha topshirib 68 ball olganlar. Misol, juda baland ball. Undan avvalgi podkastimiz ishtirokchilaridan ham yuqoriroqda ball. Tushunyapsizmi? Bu degani hech qanaqachasiga onlayn ta'sir qiladi degani emas. Onlayn juda zo'r narsa. Bitta katta ekran smart doskada hay'at a'zolari o'tirib, misol siz bilan suhbat qilishadi. Xuddi oflaynda nima savollar bo'lsa, onlaynda xuddi shunaqa savollar bo'ladi. Yana o'sha gap o'quvchini o'ziga bog'liq. O'quvchi agar zo'r bo'lsa, bunaqa narsalar umuman rol o'ynamaydi. O'shuning uchun shu narsalarga ham e'tibor berib qo'yishimiz kerak. Onlayn, oflayn farqi yo'q. Siz zo'r bo'ling bo'ldi. Elurt o'tirganlar esa kichkina odamlar emas. O'tirganlar misol kechingiz bitirib chiqqan odamlar emas. Ular kamida bu sohada 20 yil, 25 yil biz o'qiyotgan hozir kitoblarni yozgan odamlar-da. U shuni yuzingizga qarab biladi. Voy kimdir aytdi-ku, shunda turishingizga qarab man bildim, ma'naviyat ma'rifatdan yaxshi bilishingiz yoki tarixdan bilmasligingiz dedi-ku. To'ppa-to'g'ri aytgan shu narsani. Chunki ular o'zi biladi, psixolog ular o'zi. Tushunasizmi? Odam hayotiy opitlar oshib ketgandan keyin boru ko'zingizga yuzga qarab bilib bo'ladi. Ha, bu bola bo'ladigan, bu bola bo'lmaydigan. Mana shunaqa narsani ular onlayn turib ham biladi. Bo'ladigan bola onlayndan oflayndan farqi yo'q. Aytardi-ku, xo'roz ham yo'qda bir xil qichqiradi derdi. Xuddi shunaqa onlayndan oflayndan xo'roz bir xil qichqiraveradi. Prosta o'sha ko'pchilik endicha yutqizgandan keyin nimadir sabab to'qish kerak-ku. Ular o'zlarini ayblamaslik kerak, ular sharoitni ayblaydi ko'pchilik. Yo, men onlayn topshirganim uchun yutkazdim deydi. Kechirasiz, nega onlayn deb? Buni yutdik. Undan avval tanlovdan ham yutgan prepdan. Undan avvalgisida ham yutgan. Har yili onlaynchilar bor. Prepda har yili bakalavr, magistr, PhD, apellyatsiya, onlayn hammasi yutadi. Prosta o'quvchini o'ziga bor. Yutqizganlari ham bormi? Bor. Yutqizganlari ham bor. Men prepda aytmayman, o'sha hammasi yutib ketdi. Yo'q. Yutqizganlari ham bor, lekin yutganlari ham bor. Unaqa noto'g'ri fikrlarga bormasligimiz kerak deb men o'zim misol ichini shunaqa hisoblayman. Shunaqa. Menimcha, deylik, bugungi eng trend mavzularimiz o'z nihoyasiga yetdi. Javob berganinglar uchun hammaga rahmat. Fikringlar bilan bo'lishinglar. Men bitta narsani oldindan aytib o'taman. Bu yerda berilayotgan hech qaysi fikr bu rasmiy bu yerda yozilgan fikr emas. Biz o'zimizni shaxsiy xulosalarimiz, yillik opitlarimizni, bolalarning o'zlarini boshlaridan o'tkazgan narsalaridan kelib chiqqan holatda gapiryapti. Bu hech qanaqa rasmiy holatda hech nima berilmagan, gapirilmagan. Faqatgina biz tashqi, ya'ni jamoatchilik fikri desak bo'ladi, bemalol menimcha buni. Bu jamoatchilik fikri. Unga qo'shilmaslik bu bizning ishimiz emas. Bizning ishimiz shu ichimizdagi ma'lumotni, ya'ni ko'proq insonlarga masalan yetkazib qo'yish deydi. O'zi shunaqa. Rahmat hammaga bolalar. Chaqirganimizga yo'q demasdan kelganinglar uchun, okay? Kelajak faoliyatingizda omad tilayman. Rahmat.